Ey do'stim, keling, sizga bir haqiqatni eslatay. Agar siz tufayli masjidlar huvillab qoladi deb o'ylasangiz, yanglishasiz. Siz Qur'on o'qimasangiz, uni boshqalar ham o'qimay qo'yadi deb o'ylasangiz, bu ham xato. Siz namozni tark etsangiz, hammaga shu yo'l ochiladi deb hisoblasangiz, bu faqat o'zingizni aldashdir. Haqiqat esa boshqacha. Siz masjidga bormasangiz ham, Alloh uni boshqa solih bandalari bilan to'ldiradi. Siz Qur'onni tark etsangiz ham, uni nafaqat o'qiydigan, balki yod oladiganlar ham chiqaveradi. Siz Allohdan uzoqlashsangiz, boshqalar unga yaqinlashadi. Siz inkor etsangiz, boshqalar iymon keltiradi. Bu din siz bilan ham, sizsiz ham davom etaveradi. Siz yordam bermasangiz ham, unga xizmat qiladiganlar topilaveradi. Shuning uchun o'zingizga haddan ortiq baho beravermang. Chunki siz bu yo'lning markazi emassiz, balki undan foyda oluvchi oddiy bir bandasiz xolos.